Hammaga assalomu alaykum. Mening kompyuter sohasiga qiziqadigan sevimli o'quvchilarim, O'zbekistonimizning eng yetuk mutaxassislari. Chiroyli bir tongda g'oyibona ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman va mamnunman. Har birimizning kunimiz sezib turganlaringizdek judayam ko'p ishlar bilan bo'lib, shaxsan o'zimizga foydali ma'lumotlarni olish uchun hattoki vaqt ham topolmayapmiz. Shu o'rinda sizlarga aynan bu darslarni tong sahardan ulashib, kunimizni eng muhim bo'lgan bilim bilan boshlashga sababchilardan bo'lish ilinjidaman. Bugungi darsimiz judayam ajoyib, sezib turganlaringizdek barcha yaxshi kayfiyat tilagan holatda darsimizni boshladik. Hurmatli mutaxassislar, o'ylaymanki barcha shu bugungacha o'tgan darslarimizni maksimal o'rgandi va hayotda, o'z sohasida va boshqa qo'shimcha loyihalarda ishlatib kelmoqda. Ko'pchilik o'sib kelayotgan yoshlar hamda oila a'zolarimiz kompyuter sohasiga qiziqish bildirganda albatta shu loyihalarni ko'rsatishlaringizni va bajarib ko'rishlarini tavsiya qilsalaringiz, bu sohaga bo'lgan qiziqishi yanada o'sib ulg'ayadi. Demak, bugungi darsimiz Word dasturi bo'yicha 48-amaliyot dars. Loyihamiz juda ham qiziqarli. Tayyor bo'lsalaringiz boshlaymiz. Avvalambor Google ga kalendar 2006, to'g'ri 2026 yanvar deb yozishimiz kerak. Kalendar 2026 yanvar. Okey. Kartinkaga bosadigan bo'lsak, mana bunaqangi ajoyib sizga kalendarlar chiqib kelmoqda. Bu yerdagi kalendarlarning barchasi jadvallar bilan qilinadi. Shuning uchun eng oson va soddalog'ini biz tanlaymiz. Xo'p. Bitta kalendarni yasashni o'rgangan inson qolganlarini ham bemalol yasay oladi. Mana bu samimiy, ya'ni sodda kalendarni yasashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, Word ga o'tib olaman. Birinchi navbatda kalendarimizni 2026 yanvar shunaqa ko'rinishda yozishimiz kerak. Keyin chiroyli ko'rinishda bunaqa yozib olamiz. Ikkita qismga bo'lamiz. Bunday qilib alohida rang berib mana. Demak, 2026 yozuv maydoni chaqiramiz. 6 yozuv razmerini kattalashtirib olamiz. Tak, yozuv shriftini esa ag'in shrift qilamiz yo boshqacha shriftdan foydalanamiz. Mana shriftdan bo'lsin. Qiziqarliroq bo'lishi uchun, demak, orqasini olib tashlayman. Chetini olib tashlayman. Va yozuvimizning rangini esa oq rangga o'zgartiraman. Xo'p, yanvar oyi Ctrl bilan shuni tortaman va yanvar barchasini katta harf bilan yozaman. Mana ko'rib turganlaringizdek yanvar. Ana endi xuddi xo'p, yuqoridagidaqa ko'rinishga yaqinroq ko'rinish va pastdagi qismga o'tamiz. Demak, kalendarimizga kiramiz. Xo'p, kalendarimiz mana
2026 yanvar, demak dushanba, Monday, seshanba, chorshanba, payshanba kun boshlanadi va shanba kuni tugaydi mana. Saturday, Sunday, shanba kuni. Demak, shanba kuni tugasa nechta ustundan iborat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta ustun, 7 ta hafta bo'lgani uchun, yeni 7 kun bo'lgani uchun, qatorlar esa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta qatordan iborat. Demak, выставка bo'limi, figura bo'limidan yozuv maydonini chaqirib olamiz jadval yurishligi uchun va orqasiga rasm qo'yishlik uchun. Mana endi yana выставка bo'limi, tablitsa bo'limidan вставить tablitsaga kiramiz. Mana bu joyga yozamiz. 7 ta ustun, 6 ta qator. Okey. Xo'p, shuni shunday tortgan holatda yozuv maydonini to'ldiramiz mana. Va yozuv maydonini orqa tarafda counter qilamiz. Ana endi yuqoridan yozamiz. Dushanba, seshanba, chorshanba. Qisqa qilib yozganimiz yaxshi. To'liq yozsak sig'may qoladi. Dushanba, dush. Seshanbani sesh. Chorshanbani chor. Seshanbani pay. Jumani to'liq yozamiz. Shanba va yakshanba. Bularni endi o'rtaga qo'yish uchun barcha jadvaldagi narsalarni mana bu 4 ta stirkaga bosamizda yuqoridagi maket bo'limidan hop mana buni bosamiz o'rtadagini. Qarabsizki, yozuvlar o'rtaga keldi. Va yozuvlar o'rtaga kelgandan keyin yozuv shriftlarini glavniy bo'limi yozuv razmerini kattalashtiramiz aynan va yozuv shriftini esa chiroyliroq shriftga o'tkazamiz. Qalinroq bo'lsa mana va yanada ozroq kattalashtirganmiz, chiroyliroq ko'rinadi. Mana endi orqa fonga rang beramiz. Glavniy bo'limidan zalivka svetdan mana shu yerdan xohlagan rangimizni berishimiz mumkin. Mana va yozuvni o'zining rangini ham oq rang qilib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Xo'p. Payshanba kunidan boshlanayotgan bo'lsa 1, 2, 3. Mana azizlar, 31-kun bizga shanba kuni tugadi. Bu yozuvlarni ham tanlab olamiz va bir boshqacha shrift qilib qo'yamiz. Neobishniy noodatiy shrift, baxin shrift qilamiz va yozuv razmerini ham kattalashtiramiz. Taxminan 20 bo'la qolsin. Va yakshanba kuni bo'lgani uchun ko'p joyda mana qizil rangda bo'ladi yakshanba kunlari. Ham yakshanbani o'zi bilan birga tanlab orqa fon rangini qizil, yozuv rangini esa oq qilib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Mana azizlar, xo'p. Kalendar tayyor. Endi buni u yoq bu yog'iga bezak berib olib, orqaga rasm qo'ysak bo'ldi. Demak, orqaga rasm qo'yish kerak jadvalda. Google ga kiramiz qaytadan. Xo'p. Qish. Xo'p, rasmlari deb yozamiz. Frontda bir kartinka olamiz. Chiroyliroq. Misol uchun shuni olmoqchiman, mishkani o'ng tarafi. Xo'p, saqlanib qilishim kerak xotiraga. Saqlanib kartinka kak qilaman. Qayerga tushishni xohlaymiz. Xo'p. Desktop. Misol uchun qish deb qo'yamiz, save deb bosamiz. Va endi Wordga o'tamizda yozuv maydonini tanlab, mishkani o'ng tarafi, zalivkadan risumga kiramiz. Isfailga kiramiz. Va xotiradan rasm tushgan joy desktopga tushgan. Mana tanlaymiz. Mana rasm keldi.
Faqat rasm juda ham tiniq. Buni xiralashtirish uchun format rисунок bo'limidan svet yoki prozrachnidan to'g'rilab qo'yamiz. Bunday qilib qo'ysak ham bo'ladi. Hop. Bilur berib qo'ysak ham bo'ladi mana bunaqa. Mana. Yana chiroyliroq va bo'ladi. Mana shunaqa turgani yaxshiroq. Mana azizlar, shu bilan kalendar loyihasi Word dasturida tayyor bo'ldi. O'ylaymanki barchaga bugungi loyiha juda ham foydali va manfaatli bo'ldi va albatta bajarib ko'rib, kimga o'zi xohlagandek kalendar chiqarishni xohlasa, yasab olib printerdan chiqarishlaringiz mumkin. Bugungi dars shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog', salomat bo'lingizlar.